Navbatdagi konteynerimiz ham tayyor bo'ldi. Bunga bitta 180 litrli gazli boiler bilan 2400 kvadratga mo'ljallangan gibrid kotellarimizni qo'ydik. Sistemalarimiz ishlashi ko'rishingiz mumkin. Ketishi 53 ketayotgan bo'lsa, qaytishi 50 qaytyapti. Hammasi deyarli bir tekis ishlayapti. Bu yerda hozir qilingan ishlar bitta kotel o'rnatdik. Unga ko'rib turganingizdek обязательно bitta группа безопасность, ikkigan kontrlarga bo'lib turib, mana shu nasoslar, ikkigan mana shu topli pol bor joylarga triходовой klapanlardan foydalandik. Undan tashqari ko'rib turganingizdek batareyalarga ham даже pogrуженный termostatdan foydalanganmiz. Sababi kerakli xonani balandroq, kerak emas xonani pastroq qilib qo'ysa, ancha tokdan, gazdan ekonom bo'ladi. Shu orqali boshqarsa bo'ladi. Bunga o'sha 180 litrli boilerimizga resirkulyatsiyalargacha qilganmiz. Dimoxodlariga alohida e'tibor berasizlar. Dimoxodlari o'sha tiyagi ko'pchilik so'rayapti. Gazli boilerlarga ham, titanlarga, ya'ni mana shunaqa qo'ziqorinlar qo'ysa bo'ladimi deb savol berishyapti. Albatta bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, titanga ham, kotelga ham mana shunaqa qo'ziqorinlardan foydalanganmiz. Bitta qilinadigan ish hozir bitta gaz nakapitel qolgan. Shuni hozir ishlash jarayonidamiz. Xudo xolasa uni ham o'rnatib, chiroyli qilib ishga tushirib yuboramiz.